Jahongir bobomiz Muhammad Tarag'ay Bahodir o'g'li Amir Temur 1336-yil 9-aprelda Shahrisabz yaqinidagi Xo'jaylg'or qishlog'ida tug'ilgan. U Barlos beklaridan bo'lgan Tarag'ay Bahodirning o'g'li edi. Temur bolaligidan aqlli, ziyrak va juda epchilligi bilan tengqurlaridan ajralib turardi. Iqtidori va ilm olishga bo'lgan zo'r ishtiyoqi tufayli dunyoviy ilmlarni, shuningdek harbiy san'atni ham puxta egallagan. Qur'oni Karimni yod olgan, hadis ilmni mukammal bilgan, qo'rqmas, jasur, chavandoz sifatida ham elga tanilgan. 25 yoshida Shahrisabz hokimi lavozimini egallagan. Katta ishlarga qo'l urgan. Faoliyati davomida tadbirkorlik bilan nom qozongan. Buyuk sarkardaning butun hayoti jang-u jadallar bilan o'tganligi tarixdan ma'lum. U Movarounnahrda mustaqil birlashgan davlat tuzdi. Mamlakatni chet el bosqinchilaridan asradi. Natijada tinchlik, osoyishtalik tufayli uning davlatida ma'rifat, ilm-fan rivojlandi, madaniyat, adabiyot, san'at o'sdi, shaharlar obod etildi, turli xil madrasalar, obidalar qad rostladi, barpo etildi. Ayniqsa Temur davlati poytaxti hisoblangan Samarqand shahrida qurilgan va dunyo ahlini lol qoldirgan me'moriy obidalar hanuzgacha shahar ko'rkiga ko'k bag'ishlab turibdi. Shuning uchun ham Samarqand sayqali ro'yi zamin, butun yer yuzining sayqali, husni deya ta'riflangan. Havosi toza, tabiati nihoyatda go'zal, uch tarafidan tog'lar o'rab turgan, suvi to'la bu hudud Temuriylar davrida jannatmakon bir go'zal maskanga aylangan. Bu haqda Boburnomada ham qimmatli ma'lumotlar keltirilgan.